Oyim! Nima bo'ldi, tinchlikmi? Qizim ovozini eshitgan deb o'tdim. Yura hozir. Dada, qaniydi oyim o'tiribdilarmi? Yo'q qizim, oying ishda hozir, salonda. Yo'q, ada qarang, oyim. Oyim! Nima bo'ldi, tinchlikmi? Qizim ovozini eshitgan deb o'tdim. Menga qara qizim. Sen bolalar maydonchasida o'ynab tur, xo'p? Hech qayerga ketib qolma, xo'pmi? Men senga muzqaymoq olib, tez oldinga boraman, xo'pmi? Xo'p. Bola qolasan qizim. Hech kim yo'q-ku. Bo'ldi, oilangni ishingdan chiqar. Bugungi vaqtimizni birga o'tkazishimiz kerak. Ha. Voy. Erim telefon qilyapti, hozir 1 minut. Alo, Alo, qayerdasan? salondaman, ishlayapman. Men Sabinani maktabdan oldim. Ishxonangga boraman, seni olib ketgani, birga ketamiz. Yo'q, hozir klientlarim ko'p. O'zinglar uyga boraveringlar. Men sal kech qolaman. Bu dadasi klientlarni kutib qoldi. Jon, qaysi gap to'xtagandik? Короче, Salom, hurmatli sevishganlar. O'yinimni o'ynab, qimmatbaho sovrinlar yutishga xolisizlarmi? Voy, namuncha qo'pol gapiradi. bu ukam bor narro'da o'ynagan. Biz senga yosh bola emasmiz-ku. Yo'q, meni tushunmadingiz. Agar siz sevgan insoningiz hayoti haqida to'g'ri javob bersangiz, mana shu shahar ichida ajoyib qimmatbaho yutuqlarni yutib olasiz. Yo'q, kerak emas. Qimmat? Qanaqa qimmat narsa? Xo'sh, gapirchi. Xo'sh, unda boshladik. Birinchi savol. Sevgan qizingiz nima ish qiladi? Bankda ishlaydi. 3 yildan beri birgamiz. Do'stlik ishlarimiz sabab kamroq ko'rishamiz. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Tabriklayman. Birinchi sovg'a sizniki. Qimmatbaho narsa shumi? Maylimi? Ko'nglim g'ash bo'lyapti. Ketaylik. Ana endi ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolda bu shaharning ichida rostdan ham qimmatroq sizlarga yoqadigan ajoyib sovg'a bor. Hozirgi kunda hayotimizda nega ajrashishlar ko'payib ketyapti? Bizmi? To'g'ri. Topdinglar. Oxirgi sovg'ani sharni yoramiz. Telefoningizni oling. Bo'ldi, yetarli, biz ketamiz. O'tir joyingga. Shu raqamga telefon qiling. Gromkaga qo'ying. Alo. Alo, assalomu alaykum. Ismim Qobilov Ahror, ajrim bo'yicha advokatman. Sizga qanday yordam bera olaman? Bu odam senga menga kerakli odam. Qo'lingdagi sovg'a o'zingni qovursin. Bu sovg'a qizim seni shu maktabda o'z qo'li bilan yasagandi oyimga. Qizim? Senga esdalik bo'lib qoladi ajrashganimizdan keyin. Uyga kirib o'tirmang. Hamma narsalaringni ko'chaga olib chiqib qo'yaman. Sen bo'lsa kut. Hali xotiningdan yo asl jigaringdan qaytish. Oyi, Qizim, kel o'zimga. oyi, siz bizning oilamizga xiyonat qildingiz. Men sizni yomon ko'raman. Baxtli bo'linglar. Men seni urib o'tirmayman. Meni 8 yoshli qizim bor. Men seni deb 15 yilga qamoqda o'tirish xohlamayman. Endi bu ayol seni oying emas.